O'sh shahrida yo'llarni ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Hozirda To'lonov va Atabayev ko'chalari to'liq ta'mirlanadi. Ikkala ko'chadagi ta'mirlash ishlari doirasida jami 3 ta ko'prik yangilanadi. Bu Aravon Oqbura kanali ustidagi eski ko'prik. Ko'prik butunlay buzib tashlangan. Endi kengligi 24 metr bo'lgan yangi ko'prik quriladi. Алымбек Татқа муниципалдык аймактык башкармалыгынын Атабаев жана Төлөнов көчөлөрүндө капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 3 көпүрө толугу менен демонтаждалып, жаңыдан салынып атат. Алар Кайырма каналынан өткөн көпүрө, Жаңар канал жана Араван Акбура каналынан өткөн көпүр, чоң көпүрөлөр. Kapital ta'mirlash ishlari sababli Suyunbayev ko'chasidan boshlab To'lonov ko'chasi, Korolyov ko'chasigacha bo'lgan. Mashina qatnovi uchun qo'shimcha yo'llar qaralgan. Yo'llarni kengaytirish maqsadida yo'l chetidagi qurilishlar olingan. Mahalliy hukumat snos bo'lgan uy egalariga kompensatsiya to'lab berishni va'da qilmoqda. 5 uy buzuldu nereden? Ana 3 komnat uy buzuldu nereden? Kirpiçli. Benim uyum kirpiçli. Pışıkıştan salıngan üyeler. Üyemezsem zaborun buzuldu, временкам buzuldu da. Анча-мынча заборлор бар, чыгып кеткен заборлор, алар дагы кеңейтилип, жол 24 метрге чейин кеңейтилип атат бүгүнкү күндө. Бул аймакта бир үй толугу менен бузулуп, ал Энесай конушунан жаңы үй берилди. Ал эми калгандары бир аз гана жеңил сыностор. Аларга buzulup, аларга дагы компенсация каралат. Jami 3 kilometrga yaqin yo'l ta'mirlanadi. Ilgari 2 chiziqli bo'lgan yo'l 24 metrga kengaytirilib, 4 chiziqli bo'ladi. Piyodalar yo'laklari va irrigatsiya to'qlari o'rnatiladi. Qurilish ishlari uchun mablag' mahalliy byudjetdan ajratiladi. Suyunbayev ko'chasidan, al yerda Suyunbayev ko'chasidan Atabayev ko'chasi, To'lonov ko'chasi, Ишмат ko'chasiga чейин барат. Жалпы жолдун узундугу 2 километр 640 метр болот. Жолдун кенендиги 22-24 метрге чейин болот. Ошол жолдун ичинде 2 көпүрө жасалып атат. Жолдун кенендиги көпүрөнүн кенендиги 24 метрге чейин болот. Ал эми узундугу 18 метрге чейин барат. Балкылар 2 көпүрө жасалып атат. Бул жолдун суммасы 180 миллионго чейин чыгат. Проектisi dayar bo'ldi, smetasi chiqib o'tadi. Qurilish ishlarining borishi bilan shahar meri tanishib, ishni tezlashtirishni, qolaversa, uni sifatli va o'z vaqtida yakunlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shuni ta'kidlash lozimki, bu yil shaharda 40 ga yaqin ko'cha ta'mirlanadi. Ammo turli joylarda o'tkazilayotgan shahar rahbari bilan bo'lgan uchrashuvlar natijasida ta'mirga muhtoj ko'chalar soni ortib bormoqda. Umida Mirzabayeva, Imqon Israliqizi, Ibrahim To'labayev, O'sh.